Diqqat aholiga tezkor xabar. Bugun 17 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev haqida xabarlar tarqaldi. Xalq tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Eng so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling, bugun Prezident Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga jo'nab ketdi. Davlatimiz rahbari hududda sanoat va ta'lim, transport tizimi va boshqa sohalarda amalga oshirilayotgan yangi loyihalarni hamda yaratilgan infratuzilma bilan tanishish, shuningdek bir qator yangi loyihalarni ishga tushirish va qurishga start berish rejalashtirilgan. Tashrif doirasida ertaga 18 avgust kuni tadbirkorlar bilan navbatdagi ochiq muloqot bo'lib o'tadi, deyilgan xabarda.